المصطفى صلى الله عليه وسلم. حياكم الله. وطلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع أنت شمس أنت بدر وأنت نور على نور أنت مصباح الثريا يا حبيبي يا رسول أشرق النور وضانا مرحبا بمن أتانا أيها الأزبك أهلا لكم في قلبي مكانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Hoş geldiniz analar, hocalar, hoş geldiniz Özbekistan. Ahlan ve sahlan bikum fi Medine'tel Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Hayyakum Allah. Yasmin kolunu suyular, ben yatışmaz. İyi çağıramız inşallah. Hoş geldiniz. Adonalar, joylariga o'tiraylik, 15 daqiqa. Erkaklar ham ishlarga kirib o'tiraylik. Hojigalar, ayollar ham o'tirib olinglar. Bu joyda ozgina o'zimiz uchun foydali kishidan olib ketaylik. O'rtada ayolga ketishimizda o'zimiz bilan birga olib yurishga harakat qilamiz. Hozir bu joyda harakatlanishni iltimos qilamiz. Hammalarimiz nomimizdan harakatimiz chiqadi qilib gapirib suhbat qilyapmiz. Chunki har bitta yig'ilgan davrada Alloh taoloning zikri bo'lmasa, o'sha davra qanday davra bo'ladi, qanday davra bo'ladi. O'sha qanday davra bo'lishi uchun yurgan joylarimizda, yurgan joylarimizda hammalarimiz uchun bahorasi chiroyli foydali yangilik qiladi inshaalloh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Shu zamindan Habibini huzurida nasibador qilgan Robbimizga hamd va sanolar. Payg'ambarimiz alayhissalomga durud va salovatlarimiz. Alhamdulillah. Mana orzularimizga erishdik. Payg'ambarimiz alayhissalom bilan salomlashdik. Biz orzu qilardik, havas qilardik. Kim kelsa Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga salom yo'llardik. Mana endi o'zimiz og'zimiz bilan salom yo'llashlik bilan birga Payg'ambarimiz alayhissalom yaxshi ko'rgan joylarni ziyorat qildik. Payg'ambarimiz alayhissalomda sunnatlaridan Uhud tog'ini ziyorati. Ancha hamma ziyorat qilib ketdi Uhud tog'ini. Shahidlarni qabrini ziyorati. Payg'ambarimiz alayhissalom tez-tez shu joylarda ziyorat qilib turardi. Alhamdulillah, Payg'ambarimiz alayhissalom yaxshi ko'rgan joylarni ko'rdik. Payg'ambarimiz alayhissalom ziyorat qilgan zotlarni ziyorat qildik. Alloh taolo hammalaringga bu ziyoratni muborak etsin.
Endi shu zaminga keldik, Payg'ambarimiz alayhissalomning sunnatlaridan olib ketishligimiz kerak. Bizda yo'qolib turgan sunnatlar. Hozir avtobusda kelayotganda bir qisqacha gapirib berdim. Bizda yo'qolayotgan sunnatlar, bir-birimiz bilan salomlashlik, silai rahim degan narsalar bizning diyorlarda yo'q bo'lib ketyapti. Mana shu o'zimiz O'zbekistonda ijtimoiy tarmoqda eng ko'p chiqib turgan narsa shu silai rahimda uzilib ketishligi, akalar, opalardan, singillardan beparvo bo'lib qolishligi. Sahobalar Payg'ambarimiz alayhissalomning sunnatlariga mahkam yopishadi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu to'g'risida gaplashamiz. Bu zot Rasululloh alayhissalomning ham qaynotalari, ham g'ordagi birodarlari eng yaxshi ko'rgan Rasululloh alayhissalomdan keyingi xalifalar. Bu zotning ta'riflarida aytiladiki, Payg'ambarimiz alayhissalomdan Oysha roziyallohu anha so'raydiganlar: "Ey Rasululloh, Abu Bakr, ya'ni meni otam to'g'risida nima deysiz?" deganlarida Abu Bakrning tuprog'i jannatdan, suv obi hayotdan olingan deb aytadilar, ta'rif berishdi. Yana bu zotning iymonlari tarozini bir pallasiga tursa, qiyomatgacha keladigan ummatimni iymoni tarozini bir pallasiga tursa, Abu Bakrniki og'ir keladi deydi. Iymon keltirganlarda avvalgilardan o'zib. Shu zot Payg'ambarimiz alayhisalom o'tganlaridan keyin Oysha onamizni huzurlariga boradiganlar: "Ey Oysha qizim, Payg'ambarimiz alayhisalomni sog'indim. Men u zotning aytganlarini qilardim, qilganlarini qilardim. Lekin uyning ichida qanday sunnatlari qoldiki, sen meni yaxshi bilasan, men shuni bajarmayapman. Shuni ham aytsang" dedilar. Shunda Oysha onamiz: "Ey otajon, siz bajarmayotgan sunnatni o'zi qolmadi. Qiyomatgacha sizchalik sunnatga yopishadigan." Oysha onamiz yig'lab o'rgan ekanlar: "Ey ota, Allohning haqqini o'rtaga qo'ydingiz. Payg'ambarimiz alayhisalomning bir sunnatlari bor edi. Ayollarining ichida ham faqat men bilardim xolos" deb aytdilar. Qanday sunnatlari deb so'raganlarida Madina bozorining orqasida bir yahudiy chol bo'lardi. Shu yahudiy cholni ko'zi ko'r, oyoq qo'li ishlamasdi. Shu cholni ziyorat qilardi. Shu cholni ziyorat qilardilar, parvarish qilardilar, u cholni taomlantirardilar. Uni hech kim yo'q edi. Rasululloh alayhisalom o'tganlariga 3 kun bo'ldi. 3 kundan beri kim xabar olyapti ekan. Abu Bakr o'sha kuni ham bordilar. Borsalar haqiqatdan ham 3 kundan beri xabar olinmayotgan odam bir ahvolda yotibdi. Bir pasda ishga tushib ketdilar. Shunda hali chol tinmasdan jo'rab turadi. Payg'ambarimiz alayhissalomning muborak ismlarini nomiga tiliga olib haqorat qilardi. "Sen o'zgarding, sen umassan, yoki Madinada bir sehrgar paydo bo'ldi, yolg'onchi paydo bo'ldi" deb haqoratlay ketdi. İşte yakunida sen har doim keladigan odam emassan, kimsan deb qattiq turib oldi. Abu Bakr roziyallohu anhu aytdilar: "Men masligimni qattan bildim. Men har doim keladigan odam masligimni qattan bildim" deganlarda yahudiy chol aytgan: "Bu odam o'ziga kelganda murodlar tarafdan ketar. Og'riyandan badaniga qo'li qo'ysa rohat qiladi, og'riqdan qo'rqadi." Taomni chaynab beradi. San og'riqga qo'yishlar, ko'zlarda yosh bilan Abu Bakr roziyallohu anhu turadi. Payg'ambarimiz alayhissalom musulmon bo'lmagan odamni qalbiga ziyorat qiladilar. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu yig'lab aytdilar: "Ey otaxon, siz sehrgar, yolg'onchi deb haqorat qilayotgan zot bizni Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam. O'sha sizni har bir parvarish qiladigan zot edilar. 3 kun bo'ldi olamdan o'tdilar. O'rinlariga men keldim, meni ismim Abu Bakr. Haligi chol Ey Xudo, ko'zimni ko'ribsan, qalb ko'zimni ham ko'rgan ekansan. O'zingni habibi, rasuling kelib menga xizmat qilsa-yu, men bu odamni bilmasam. Ey Abu Bakr, guvoh bo'lib iymon keltirdi, shekil iymon keltirdi. Payg'ambarimiz alayhissalom hech kimani evaziga xizmat qilganlar.